Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azat. Bugun 9-oyning 5-kuni seshanba. Oldi bilan diqqatli xabarlarimizning asosiy mazmunlari bo'lsin. Angliya hukumatı Xitoyga qarshi turish uchun maxfiy texnikalarni Koreya va Yaponiya bilan o'rtoqlashishga undaldi. Uyg'ur faoliyatchi Angliya tashqi ishlar ministrining Xitoy ziyoratini aybladi. Xalqaro kechirim tashkiloti jahon ahlini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarata harakatga o'tishga chaqirdi. Uyg'ur tashkilotlari Xi Jinpingning Sharq Turkistonni ziyorat qilganligiga e'tiroz bildirdi. Uyg'ur faoliyatchilar g'arbdagi sayohat shirkatlarini Sharq Turkistonga boradigan sayohat planlarini amaldan qoldirishga chaqirdi. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Sitayimiz to'rining 30 avgustdagi xabariga ko'ra, Angliya parlamentidagi chet el ishlari komiteti Angliya Sharq Osiyodagi Koreya va Yaponiya qatorliq ittifoqdoshlari bilan sun'iy idrok, kvant hisoblash va darajadan tashqari boshqarilgan bomba masalasida hamkorlashish kerak deb qaragan. Bu komitet Angliya hukumatining Tinch okeanga eg'ish nomidagi Suvayshning sharqidagi davlatlar bilan quyuq munosabat o'rnatishni maqsad qilgan siyosat to'g'risida doklad tayyorlagan bo'lib, bu dokladda yana yaqinda Xitoyning Manchesterdagi konsulxonasida yuz bergan to'qinish tilga ilinib, Xitoy doiralarining chet eldagi tanqidchilar qilgan hujumiga zinhor yo'l qo'ymaslik talab qilingan. Va Angliya hukumati o'zining Xitoy strategiyasining maxfiylashtirilmagan nusxasini e'lon qilishga chaqirilgan. Dünya Uyghur Qurultayı London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud 31 avgust Qo'g'dug'ich gazetida Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverlyning Xitoy ziyorati to'g'risida Angliya siyosatdan so'dig'icha Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini nazardan soqit qilib qolmasdan jinoyatga sherik bo'ldi mavzuliq obzor e'lon qilgan. U mazkur maqolasida munolan bildirgan. Yana bir tashqi ishlar ministri atalmish Beijingga borsak masalalarni bevosita o'tirib qo'ya olamiz degan bahonada Xitoydagi irqiy qirg'inchilik jinoyatchilari bilan bardi-keldi qilishni yo'lliqlashtirdi. Angliya hukumatining rasmiy bayonotiga ko'ra, Cleverly yuqori darajali Xitoy amaldorlari bilan bo'lgan suhbatlar jarayonida Angliyaning Uyg'urlarning keng ko'lamda tutqun qilinganligiga bo'lgan kuchli hissiyotini aniq bildirganmish. Bu ig'ir darajadagi kishilik huquq masalalariga qarata Angliyaning faqat quruq gapilib borligini, o'zining qimmat qarashlari uchun ko'krak kerib o'tirg'i chiqolmaydiganligini yana bir qatim dalilladi. Halbuki irqiy qirg'inchilik hargizmi jinoyatga sherik bo'lishni emas, balki uni tezdan to'xtatish uchun konkret harakat qilishni taqozo qiladigan jiddiy masala. Shunga erkin davlatlarda yashayotgan kishilar insoniy majburiyatini ado qilish yuzasidan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakatga o'tish bilan vijdoni xalof holda davomli sukut qilishdan iborat ikki yo'ldan birini tanlashga majbur. Xalqaro kechirim tashkiloti 31 avgust Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkiston to'g'risidagi ayblash xarakterlik doklatining 1 yillik xotir kuni cho'qim harakatga o'tish signali bo'lishi kerak nomli maqola e'lon qilgan bo'lib, bu maqolada Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu doklatni e'lon qilganiga 1 yil bo'lganiga qaramasdan o'zi e'tirof qilgan Sharq Turkistonda hali ham davomlashayotgan ashu jinoyatlarni to'xtatish uchun hech ish qilmaganligi hamda cho'qim Xitoyni javobgarlik tortish kerakligi o'tirib qo'yilgan. Maqolada Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy ishlari bo'limining muavin mudiri Sarah Brooks mundaq degan: Xalqaro jamiyat jumladan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning xalqaro qonunlarga og'ir darajada xiloflik qilish qilmishlarini tekshirib dalillagandan keyin uninga qarata jiddiy tadbir qo'llanmadi. Ziyonkashlik uchirg'ichilar uchun adolatni yoqlash, haq-nohaqni ayirish va Xitoyga to'lam to'latish uchun zarur va kaskin tadbir qo'llanishdan o'zini qochirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari ishxonasining Sharq Turkistonga aloqador doklatini e'lon qilganiga 1 yil bo'lgan bu kunda xalqaro jamiyat darhol harakatga o'tishi, har qaysi davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi orqali mustaqil xalqaro o'mak qurib, Sharq Turkistondagi xalqaro jinoyat va boshqa kishilik huquq jinoyatlarini jiddiy tekshirish kerak. Simiston to'rining 31 avgustdagi xabariga ko'ra, 2023 yil 8-oyning 26-kuni Xitoyning markaziy televiziya stansiyasi Xitoy raisi Xi Jinpingning Sharq Turkistonni ziyorat qilganligini xabar qilgan bo'lib, u bu qatimning qisqa ziyorati jarayonida Sharq Turkistondagi hukumatchilarning qattiq bostirish harakatlarini muayyanlashtirish bilan bir vaqtda mavjud bostirishni texmo avjiga chiqarish haqida ko'rsatma berib, Sharq Turkistonning umumiy Xitoy vaziyatidagi strategik o'rnini mahkam egallab, Sharq Turkiston xizmatini partiya va davlat xizmati sifatida dal joyida amaliylashtirish, partiyaning navbatdagi Sharq Turkiston siyosatlarini qilch davranmasdan to'liq va qat'iy ijro qilish zarur degan yo'l yo'riqini bergan va islomni xitoylashtirish qatorliq bir qator qabih nishonlarni davomli ta'kidlagan. Buningga qarata Dünya Uyg'ur Qurultayı Xi Jinpingning atalmish ijtimoiy muqimlikni birinchi o'ringa qo'yish, islomni xitoylashtirish va atalmish
qonunsiz diniy faoliyatlarni unumli bartaraf qilish yo'l yo'riqlarini ayblagan. Dünya Uyg'ur qurultiyi yana xalqaro jamiyatni aslida nachar bo'lgan vaziyat texmo yomonlashdan ilgari bu vaqtda tadbir qo'llanishga chaqirib monolan bildirgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi xalqaro jamiyatni barliq so'rov tadbirlarini qo'llanib, davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirishga, hukumatlarning 1948-yildagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi mas'uliyatini e'tirof qilishga chaqirdi. Buningdan sirt Uyg'ur harakatining mas'uli Roshan Abbosmo Zimiston to'riga monolan bildirgan. Xi Jinping Uyg'ur kulturini yo'qotish harakatining va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidan iborat bu fojianing davom qilganligini ochiq e'tirof qildi. Uning atalmış ijtimoiy muqimlik degani Uyg'ur xalqi duch kelayotgan taltuguz tushkunlik va zulmdan boshqa narsa emas. Taybiy vaqt gazetlarining 2-sentyabrda xabar ko'ra, Uyg'ur faoliyatchilar g'arbdagi sayohat shirkatlarini irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan Sharq Turkistonga boradigan sayohat planlarini amaldan qoldirishga chaqirgan bo'lib, ularning bu chaqiriqi Xitoy raisi Xi Jinpingning chet ellik sayohatchilarni Sharq Turkistonga jalb qilish chaqiriqiga qarta o'tirib qo'yilgan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkilotining 30 avgust e'lon qilingan dokladida mundaq deyilgan. G'arbliklarning Sharq Turkistonga sayohat qilishi Xitoy hukumatining Uyg'ur kimligini vayron qilishni maqsad qilgan siyosatlarni normallashtirishga sabab bo'lib qolishi mumkin. Mazkur dokladning avtori Henrik Sidadzivskiy yana mundaq degan. İnsoniyatga qarshi jinoyatlar izchil davomlashayotgan sharoitda Sharq Turkistonga sayohat tashkillash va bu haqda e'lon berish ofat xarakterli ishdir. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.